Hafiza, Hafiza, kutib oling bizni. Aka singilmiz, juda inoqmiz. Hafiza, Hafiza. O'ynab tolmaymiz, kulib o'ynaymiz. Hafiz va Hafiza. Kunlar o'tdi ro'zgacha, zerikmaymiz to'yguncha. Hafiz va Hafiza. Hafiza. Yangi ilmni o'rganamiz. Islom bilan tanishamiz. Hafizning smart qalami chindan yo'qoldimi? Birinchi qism. İşlamayaptimi? Nega? Nega ovozi g'alati chiqyapti? Qiziq. Qani Qobil yetib olchi. Hozir tutib olaman. Hozir tutib olaman seni. Olmaysan. Hozir tutaman. Ehtiyot bo'l. Voy. Voy. Oy. Oy. Voy. Astagfirullahalazim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mashalloh. Niko qo'lingdagi nima? Yangi planshet. Ko'rsam bo'ladimi? Unga istagan narsangni yozishing mumkin. Muhimi qog'oz, qalam ham kerak emas. Planshet yaxshi saboq olishimga katta yordam beryapti. Juda ajoyib-ku. Zo'r ekan-a, do'stim. Nikoni plansheti zo'r ekan. U juda ham ajoyib ekan-a, Humayra? U chindan ham buzilibdi. Endi nima qilaman? Agar boshqa smart qalam topmasam, o'qishda orqada qolib ketaman. Nima qilaman endi? Ina? Nimani izlayapsan, Ina? Biron nimani yo'qotib qo'ydingmi? Nimadan foydalansam ekan? Daraxt shoxidan foydalanaman. Agar smart qalamimni yo'qotib qo'ydim desam, yangisini olib berishadi.
Astagfirullah. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. O'g'lim, senga nima bo'ldi? Nega kayfiyating yo'q? Dada, smart qalamimni topa olmayapman. Nima? Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Qayerda yo'qotding? Bilmayman, dada. Menimcha, biz o'ynaydigan g'orda bo'lsa kerak. Astagfirullah. Demak bunday o'g'lim. Avval uni qayerda yo'qotganingni eslab ko'r. Keyin do'stlaringdan topishga ko'maklashishlarini iltimos qil. Xo'p, dada. Davomi bor.